Assalomu alaykum. Shum izolyatsiya haqida oz bo'lsa ham ma'lumot olmoqchimisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Nexia 2 avtomobilini to'liq shum izolyatsiyaga olib qo'yganmiz. Minimal detallari 2 qavat, maksimal detallari 4 qavat bo'ladi. Ko'pchilik shum izolyatsiyadan keyin mashina og'irlashib ketadi deb o'ylaydi. Agarda siz poygaga chiqmasangiz, ikkilanmasdan shum izolyatsiya qilishni maslahat beraman. Bu avtomobil shum izolyatsiyadan keyin bor yo'g'i 70-75 kg yuk oladi. U ham bo'lsa bitta detalli o'ziga emas, butun kuzov bo'ylab. Bunda qilingan birinchi ishlar salonga suv kirishi mumkin bo'lgan joylarni to'liq germetika qilib, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qavatlarni zavod, ya'ni standartlar bo'yicha tavsiya qilingan holatda yopishtirib chiqilgan. Materiallarning holatiga, kesilishiga va yopishtirilishiga, choklarga bitta alohida e'tibor qaratib o'rasizlar. Xudo xolisa bu xizmatlarimizga albatta yillab kafolat beramiz. Maksimal darajada komfortni his qilmoqchimisiz? Unda shum izolyatsiya xizmatlarimizdan foydalanib qoling.